Muskul chiqarish uchun eng samarali mashq bu og'ir shtangalar ko'tarish emas, bu cheksiz biceps mashqlari ham emas va albatta qimmatbaho trenajyorlardan foydalanish ham emas. Men hozir sizga shunday mashqni aytamanki, u bilan siz hech qanday jihozlarsiz ham katta mushaklarni hosil qilasiz. Bu mashq tanangizni chegarasigacha bosadi, progressiv yuklama yaratadi va mushaklaringizni doimiy taranglikda ushlab turadi. Bu esa haqiqiy o'sishni kalitidir. U bir vaqtning o'zida ko'krak, qo'l, yelka va qorin mushaklarini nishonga oladi. Shuningdek, chidamlilik va portlovchi kuchni ham oshiradi. Gap ketayotgan mashq bu piramida отжимания. Boshlanish juda oddiy. Bitta отжимания qiling, keyin 2 ta, keyin 3 ta. Shunday qilib charchaguncha sonni oshiring. So'ng yana orqaga kamaytiring. Bu mashq har bitta takrorlanishda mushak to'ralarni parchalab, tanangizni ulardan kattaroq va kuchliroq qilib qayta tiklashga majbur qiladi. Shu tariqa o'zingizga 30 kunlik challenge qiling va tanangiz qanday yonganini bilasiz. Challenge-ni boshlash uchun kommentariyaga challenge deb yozing va Sportnextga obuna bo'ling. Agar sening orqang oylar davomida o'smagan bo'lsa, demak noto'g'ri mashq qilyapsan. Bu mashq dasturi esa bu muammoni butunlay hal qiladi va haqiqiy kenglikni majburan chiqaradi. Harakatga boshlaymiz. Qo'llarni to'g'ri tutib pastga tortish. Bu sof izolyatsiya, qochish yo'q. Orqa mushaklarini shunaqa cho'zki yirtilay deb tursan. Keyin shunaqa qattiq qis, orqang yorilib ketayotgandek bo'lsan. Keyingisi turnikda tortilish. Bu kenglikning haqiqiy podshosi. Hech qanday rezina, hech qanday aldaydigan usul yo'q. Faqat o'z tanang bilan ishla. Agar o'zingni toza torta olmasang, orqang hech qachon yetarlicha keng bo'lmaydi. Endi T-bar tortish mashqi. Disklarni taxla, ko'kragingni pastga bos va har bir tortishda tagidagi yer yorilib ketayotgandek harakat qil. Bu to'liq qalinlikni beradigan mashq. Orqangni temir devorday mustahkam qiladi. Keyingisi keng ishlovda o'tirgan holda tortish. Har safar tortishda yelkang orqaga yorilay deb tursin. Keyin shunaqa qattiq qiski, qanot mushaklaring qisilishdan qotib qolsin. Oxirida esa mana bunday shaklda kabel tort. Kaftlar tepaga, tirsaklar tanaga yaqin bo'lsin. Shu nurini pastga aniq nazorat bilan tort. Agar tanangni to'liq transformatsiya qilmoqchi bo'lsang, Telegram kanalimga obuna bo'l.